Salardagi ikkita obyektimiz. Bu obyektimizni 145 ming deyapmiz. Buni 177 ming deb qo'ygan edik. Bundan bitta oldingi videoni ko'rsanglar, polniy obzori bor. Lekin narxini yana tushirdik. 165 ming deyapmiz. Bunaqa narx topishinglar juda ham qiyin. Bunaqa sifatli qurilgan uchastka uchun. Lokatsiyasini eslatib o'taman. Sельхоз institutidan 2 kilometr kirganingizda mostdan o'tasizlar. Bo'ssu mosti bor. Chap qo'ldagi birinchi ko'cha. Tak, Q7 sotuv, orqasida ham hovlisi bor. 250 kvadrat metr, yaxlit podvol, ikkita sanuzel. Ishlatilgan materiallar faqat Begobod armaturadan ishlatganmiz. Termog'isht, romlari Angelberg. Juda ham sifatli qurilgan. Bu obyektimiz, keyin video bor. Boshidan oxirigacha videolarni olib qo'yganmiz, qurilish protsessini. Yonidagi obyektimiz 145 ming deyapmiz. Farqi nimada? Qafil qilinmagan. Keyin ichlari tomon atachin to'qilinmagan. Keyin mamti tunkabon qilinmagan. Buni ham orqa tomonida hovlisi bor, letniy kuxnyalar. Bir xil material ishlatilgan. Faqat farqi mana shu 3 ta narsa qilinmagan. Shoshilib qolinglar, bunaqa narxi topishinglar juda ham qiyin.